Leksimizi davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş. Endiki mavzu mundaq. Bugün çislağa çislan etüte, bugün çislağa 2022 ayının 21. günü. Endiki mavzu mundaq vatandaşım. Xoşijen. Xoşijen, Cungo'nun Yerşarı Vakit gazetinin sabık tahriri. O aralıkta bu hizmetten kaldı, başka adam yetip geldi bu gazetke. Lekin bu kişi yani toxtamay sözləvatıdır. Şuna bugünkü mavzudu birinci isimdi Xoşijen. Xoşijen, nemişki stratejilik siyasette. Rusya, Cungo üçün intayim mühim deymez. Mavzulu haber 3. ayının 20. günü Van bir torbeti ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Cungo'da bazılar, garp devletlerine agişip Rusya'nı tenkit kılışımız gerek. Rusya'nı imborga kılışımız gerek. Dep izchel sözlep geldi. Bu arkalık Amerika bilen bolgan münasibetimizni yaxshilashimiz kerak deyishdi. Bundaq tashabbus to'liq bolalarcha tashabbuslar. Xo'shijan bugun ich qornini ichib turib, hamma so'zni so'zladi. Nemishqa Rossiya strategik siyosatda Cungo uchun intayim muhim. Cungo bilan Rossiya diplomatiya sohasida bir-birini qo'llaydi. Lekin bu tehi yuzaki qo'llashdir. Rossiya Tayvan meselesi, Uyg'uriston meselesi, yani Xinjiang meselesi, Hong Kong meselesi, Tibet meselesi bo'yicha Cungoni qo'llab kelayotganligini men ko'p so'zlamasam sizlar bilishlar. Eng muhimi strategik siyosatda Cungo bilan Rossiyaning bir-birining dumbisi bir-biriga chaplaqlaq. Yani bularning dumbisi to'nglab turdi degan gap. Shunga dumbisi bir-biriga chaplaqlaq. Ko'pchilik shundaq deyishidi. Bugun Amerikaning birinchi darajalik strategik raqobatchisi kim bo'ladi? Cungo. Rossiya emas. Hozir Rossiya bu ishga duchor bo'lib qoldi. Ya'ni Ukraina urushiga Rossiya duchor bo'lib qoldi. Shunga Amerika cho'ngroq bosimni Rossiyaga qaratdi. Prezident Trump davrida deydiki, Yershar Vaqt gazetining sobiq tahriri Xo'shijen Washington Rossiya bilan bo'lgan munosabatni yaxshilamoqchi bo'lgan edi. Amdilikda bo'lsa, Amerikaning besimi kurashning teg'uvchini Cungoga qaratdi. Vaqti kelganda Rossiyaning bizni qanday qo'llaydiganligini, yani Cungoni qanday qo'llaydiganligini ko'rib qolamiz. Ondaqda betaraf turishning qanday qimmati bo'ladi? Rossiya bizni, yani Cungoni qo'llab olsa, biz Cungo qanday qilib betaraf turimiz? Betaraf turishning nima ahamiyati bo'ladi? Demakçiki hozir Xo'shijen biz Rossiya tarafda turimiz. Biz Rossiyani qo'llaymiz Ukraina masalasida. Rossiya biz tarafda turdi. Yuqorqi masalalarda, masalan Hong Kong masalasi degandek. Hozir so'zlaymiz vatandoshlar. Betaraf turishning qanday ahamiyati bo'ladi? Qanday qimmati bo'ladi? Rossiya bilan Cungo ikki davlat Amerikaning zo'magarligiga qarshi turish bilan bir davlat Amerikaga 100% taqobil turish bilan geopolitik siyosat holatida turish o'xshash bo'lmaydi. Masalan, Amerika
agar Jungoga cheksiz strategik tahdid soladigan bo'lsa, Rossiya bilan bo'lgan hamkorligimizda Amerikaning energiya jihati qamal qilishidan qo'rqmaymiz. Ochliq bilan ta'minlanishimiz kapolatga ega bo'ladi. Amerika ham Jungo bilan bo'lgan munosabatlarda umumyuzlik strategik oshkorlashga jur'at qila olmaydi. Ya'ni Amerika Rossiya bilan bo'lgan munosabatlarda umumyuzlik strategik oshkorlashga jur'at qila olmaydi. Nima demakchi qo'shnilar vatandoshim, tasavvur qiling. Rossiyada nayt zo'r miqdorda darajadan tashqari yadro kuchi mavjud. Amerikaning Jungoga yadro tahdid selishi qiyinga to'xtaydi. Yarishari Jungoda nashr qilingan Yarishari Vaqt gazetining sobiq tahriri Xo'shijinning so'zi. Politsiya Xo'shijinning so'zi, vatandoshim. Endi tövende biz vaziyat ve muhakemede qaytib to'xtalamiz buni.